Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz 7-sinf O'zbekiston tarixi darsining 9-mavzusi Moronnaharda islom dinining yoyilishi mavzusi bilan batafsil tanishamiz. Xalifalik o'lkani zabt etish jarayonida barcha obod dehqonchilik vohalarini, juda ko'plab shahar va qishloqlarga o't qo'yib vayron qiladi. Suv inshootlarini buzib tashlaydi. Ekinzorlar esa yaroqsiz holga kelib qoladi. Aholi esa o'z jonini saqlash uchun oltin, kumush, qimmatbaho buyumlar va qurol-yarog'lardan bosh to'lashga majbur bo'ladi. Mana shunday yirik bosh to'lagan shaharlar sirasiga Buxoro, Poykan, Sug'd hukmdorlarini ko'rsatishimiz mumkin. Bundan tashqari Marv, Poykan, Buxoro, Samarqand shahar aholisi esa hattoki xonadonlar qoq yarmini arablarga berishga majbur bo'ladi. Arablar bilan birgalikda ushbu hududga ajamliklar, ya eronliklar ham bostirib kirishgan edi. Ular ham ushbu egallangan xonadonlar qoq yarmida o'rnashib olishadi. Arab xalifaligi bizning yurtimizda xiroj, ushur, zakot, jizya kabi soliqlarni joriy qilgan. Kelinglar ular bilan batafsil tanishib olsak. Zakot mol-mulkning 40dan 1 qismida olinadigan soliq. Xiroj hosilning 3dan 1 hajmida olinadigan soliq. Jizya islomni qabul qilmaganlardan olinadigan soliq. Ushur idora ishlari uchun olinadigan soliq. Ya'ni ushur miqdori 10dan 1 miqdorda olingan. Shu shaklda soliqlar olingan. Aynan mana shu jarayonda aholidan islomni qabul qilmagan insonlardan jizya solig'i olingan. Bu jon solig'i deb yuritiladi. Aynan soliqlarni o'z vaqtida to'lamagan insonlarga esa bo'yinlarida qarzdor degan taxtacha ilib qo'yiladi. Bu esa ularni soliqlarni tezroq to'lashga yoki islom diniga tezroq o'tishga majbur qilgan. Zodagonlar esa o'z jonini, mol-mulkini saqlash uchun islom dinini qabul qilishgan va islom dini xalq orasida sekin-asta yoyila boshlagan. Aynan shu davrda islomni yoyish uchun arablar tomonidan bir qancha tadbirlar ham amalga oshirilgan. Ular mahalliy din ibodatxonani buzib tashlagan yoki ularni jome masjidiga aylantirishgan. Aynan ushbu yo'q qilish davrida juda ko'plab Sud, Xorazm yozuvida yozilgan manbalar yo'q qilingan. Juda ko'plab saroylardagi devordagi suratlarning bo'yinlari teklari chizib tashlangan, haykallar parchalab tashlangan. Hatto islom dinini yoyish jarayonida Qutayba ismi ibn Muslim shunday bir taktika qo'llagan. U Zardushtiylar ibodatxonasini jome masjidga aylantiradi. Sud yozuvida bitilgan asarlarni yo'q qiladi. Mahalliy aholi islom dinini qabul qilish uchun masjidga ibodatga kelgan har bir shaxsga 2 dirhamdan pul hadya qilishni joriy qiladi. Bu ham islomni yoyishlik uchun amalga oshirilgan tadbirlardan biri bo'ladi. To'g'ri, xalqimiz uzoq vaqt e'tiqod qilib kelgan Zardushtiylik, Moniylik, Buddaviylik dinlari sekin-asta arablar bosqidan so'ng yo'q bo'lib ketadi. O'rniga dunyodagi haq dinlardan biri islom dini kirib keladi. Ammo ushbu bosqinlar bizning ota-bobolarimiz tomonidan yaratilgan Sug'd tilidagi diniy manbalar, juda ko'plab asarlar, tarixiy yodgorliklar, juda ko'plab devoriy suratlar va haykallar yo'q bo'lishiga olib keladi. Va mana shu shaklda islom dini bizning diyorimizga yoyiladi. 9-mavzu haqida qisqacha fikrlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzuda ko'rishguncha xayr.